Python dasturlashtiruvida listdagi ikkinchi eng katta sonni topish. Eng birinchi katta son bu 897, undan keyingi son esa 394. Shuni topishni ko'rib chiqamiz. Buning bir qancha usullari bor. Birinchi usuli eng sodda usuli. Xo'p, birinchi usulda maksimal sonni topib olamiz. Maksimal sonni topib olish uchun max degan funksiya orqali foydalanamiz. Max ga listimizni nomini berib yuboramiz. Xo'p, bunda maksimal sonni topib oldik. 897 ni beradi bizga. Xo'p, bu endi nima qilaman? Buni shu listimdan o'chirib tashlayman. Listni o'chirib tashlashim uchun a nuqta qo'yaman. Remove funksiyasi orqali o'chirib tashlayman. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Remove'ga agar 33 ni yozadigan bo'lsangiz, mana bunda 33 ni yozadigan bo'lsangiz, 33 ni o'chirib tashlaydi listimdan. Yo'q, bizga bunaqa emas. Maksimal sonni o'chirib tashlash kerak. Maksimal sonni o'chirib tashlash kerak. Endi maksimal son yo'q. Haqiqatdan shundaymi ko'rib chiqamiz. Ishlatamiz kodni. 897 haqiqatdan yo'q bu yerda. Endi nima qilaman? Endi yana bir marta maksimal son 2 ga max funksiyasi orqali yana bir marta shu listimdan maksimal son topib olib, keyin buni chiqaraman. Print qilaman. Maksimal son 2. Ko'rsak 394 haqiqatdan bor. Lekin buni kamchiligi bor. 897 2 marta takrorlanadigan bo'lsa ishlamaydi bu. Takrorlanmaydigan list uchun to'g'ri bu. Misol kamchiligi takrorlanadigan elementlar uchun ishlamaydi. Xo'p, ikkinchi usulim bor. Ikkinchi usul bizga listimiz kerak, shuning uchun tepadan yozib ketaman. Ikkinchi usul bu. Ikkinchi usulni ko'ramiz. Ikkinchi usulda bu listimni set qilib yuboraman. Set qilishdan maqsad bu listimda takrorlanadigan elementlarni olib tashlaydi. B degan o'zgaruvchiga set qilaman a ni set qilib b degan o'zgaruvchi yukladim. Set nima qiladi? Print qilib turib buni ko'rib olamiz. Set takrorlanadigan elementlarni o'chirib tashlaydi. Bir martagina takrorlangan 897. Lekin bizning listimizda 2 marta takrorlangan. Xo'p, ana endi setim tayyor bo'ldi. Setimdagi tayyor elementni yana listga o'girib olaman. Listga setting deyman. List qilaman. Tayyor bo'lgan setimni. Xo'p, bu nima bo'ldi? Bizlarda nimaga kerak? Xo'p, ana endi takrorlanmaydigan elementlar tayyor bo'ldi. Men print qilsam setimni. Ya'ni setimda takrorlanmaydigan elementlar tayyor bo'ldi. 897 bir marta takrorlandi. Bunday qilsam bo'ladi, lekin bu qilishdan ma'no yo'q. Ya'ni boshqasini ko'ramiz. Boshqacharoq usulni. Xo'p, qanday usuli bor? Bu tayyor bo'lgan set listimni o'girib tartiblab olaman. Ya'ni sort qilib yuboraman. Sort qilsam nima bo'ladi? Bizga nima beradi? Sort qilsak s. Tartiblang ya'ni o'sish bo'yicha tartiblab boradi. Oxirida ikkinchi elementni olsam menga aynan ikkinchi maksimal sonni beradi. Buni qanday olaman? Buning uchun bu yerga kelaman deb to'rtburchak qosida indeksni yozsam chiqarib beradi. Minusdan yozadigan bo'lsam, manfiy indeks bo'ladigan bo'lsa, bu oxirdan keladi. Bu tartiblangan ro'yxat uchun eng oxirgi element 394. Ya'ni tartiblanib turgan edi. Endi print qilaylik. Print s. O'z kattasi bo'lib ketdi. Kichkinasi. Xo'p, bunda nima bo'ldi? Yana minus 1 bo'ladigan bo'lsa buni chiqarib beradi. Agar minus 2 qo'ysak, buni minus 3 bo'lsa buni chiqarib beradi. Xo'p, bu ikkinchi usuli. Uchinchi usul ham bor. Uchinchi usulni ko'ramiz. Uchinchi usulda eng avvalo maksimal sonni topib olamiz. Maksimal sonni topib olamiz teng max funksiyasi orqali adam. Ani berib ko'ramiz. Xo'p, maksimal son chiqdi. Endi menga bo'sh
ro'yxat kerak. List kerak. Xo'p, bo'sh listimni maksimal sondan tashqari, maksimal sondan boshqa hamma elementni solaman. Keyin yana bir marta maksimal topib qo'ysam bo'ldi. Buni qanday qilaman? For i in o'zgaruvchining nomi endi nima bo'ladi? If deyman, tekshiraman. Agar shu o'zgaruvchim maksimal sondan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bo'sh listimga uni qo'shib qo'y deyman. Append orqali qo'shib qo'yaman. Append i. Xo'p, bizda nima bo'ldi? Print qilamiz natijani ko'rish uchun bu listimiz. Xo'p, ishlataman. Bu yerda 897 agar 2 marta takrorlangan bo'lsa ham qabul qilmaydi. Undan kichkina elementlar. Endi bundan kichkina elementlar orasida maksimal sonni topish, max son 2 deyman-da. 2 max funksiyasiga tayyor bo'lgan nimani berib yuboraman listimni. Xo'p, bunda maksimal songa o'zgaruvchi yuklanib turibdi. Buni natijasini ko'rish uchun print qilishim kerak. Print maksimal son 2. Xo'p, bunda 394. Bu 3-usuli. Endi 4-usul ham bor. Odatda ishga kirishda so'ralib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan savollardan ishlanish usuli. Xo'p, bunda nima qilaman? 4-usul. 4-usulda eng avvalo birinchi va ikkinchi elementini listimizning eng birinchi va ikkinchi elementini yuklab olaman. Maksimal son 1 teng listimning 0-elementi va 2 qilaman. Bu yerga birinchi elementini berib yuboraman. Xo'p, bunda nima bo'ldi? Maksimal son 1 va maksimal son 2 birinchi va ikkinchi elementini oldim. Xo'p, endi shular bo'yicha solishtirib boraman. Xo'p, bunday holatda maksimal son 1 deganimga eng katta sonni qo'yaman. Xo'p, bu holatda to'g'ri, eng katta haqiqatdan ham bunday to'g'ri bo'lib turibdi. Endi buni bunday qilsamchi, maksimal son 1 ga katta son bo'lishi kerak. Bu yerda 8 kichkina 9 dan. Ya'ni maksimal sonda ikkinchi darajali, ikkinchi kichkina bo'lishi kerak. Bu xato bu. Buning uchun buni to'g'rilab ketish uchun if qilamiz. If maksimal son birim agarda kichkina bo'lsa maksimal son 2 dan, bunday holatda maksimal sonimning qiymatini o'zgartirib qo'yamiz 1 ga. 1 ga emas, birinchi turgan elementga, ya'ni bunga. Agarda maksimal son 2 kelsa, buni almashtirib qo'yamiz. Xo'p, bu nimani beradi? Agarda bu yerga 897 ni bersangiz, bu ishlaydi. Bu shart bajarilmaydi. Agarda bunaqa shaklda keladigan bo'lsa, bu ishlaydi va o'rnini almashib turadi. Xo'p, endi bizga nima kerak bo'ladi? For i in o'zgaruvchining nomi. Endi o'zgaruvchining nomi bo'lgandan keyin bu yerda qarang, birinchi va ikkinchi elementlarni olib bo'ldik. Bundan tashqaridagi elementlari kerak. Aynan bunga tekshirsak vaqtdan yutkazamiz. Buning uchun 2 ta nuqta qo'yib yuboramiz 2 dan keyin. Xo'p, natijasini ko'raylik. Bu nimani beradi bizga? Qarang, 8 9 dan keyin 33 keladi. O'zi xato ketdi. Kichkina. Bu nimani beradi? Bizga 33 dan keyingi elementlar bilan solishtirish beradi. Xo'p, biz solishtirganda nima qilamiz? If qilamiz. Im kattami deyman, maksimal son 1 dan. Ya'ni nima bo'ladi? Maksimal son 1 deganga har doim katta son bo'lishi kerak. 9 ni olib, if bo'yicha 9 ni olib beradi. 9 bilan 33 ni solishtiraman. 33 dan kichkina bo'ldi-ku. Endi 9 33 dan kichkina. Xo'p, 33 ni maksimal son 1 degan o'zgaruvchi yuklaymiz. Sabab nimaga kerak? Maksimal son 1 ga har doim kattasi yuklanishi kerak, eng kattasi. Im ni yuklayman. Undan oldin nima qilishim kerak? 33 ni yukladim. Endi 9 ning o'rniga 33 yozildi, lekin ikkinchi maksimal sonim 8 emas, 9 bo'lib qoladi-ku. Axir 3 ta elementni solishtirganda. Xo'p, buni o'rniga nima qilishimiz kerak? Maksimal son 2 ga nima qilaman?
Endi 33 ni maksimal sonni 1 ni yozaman. Bu nima beradi? Eng avvalo 8 ning o'rniga 9, 9 ning o'rniga 33. Shu tartibda ketadi. Lekin endi natijasini chiqarib ko'raylik. Maksimal son 1, maksimal son 2. Natijasini ko'radigan bo'lsak, eng birinchi maksimal sonni topib beradi. Endi bu yerda nima bo'ldi? Shu tartibda keladi. 897 keladi. 897 bu yerga keladi. 897 maksimal son bo'lib qoldi-ku bizda. Maksimal son 897 394 dan kichikmi deb so'raydi. 394 kattami deydi 897 da. Yo'q, bu shart bajarilmagandan keyin bu yer tashab ketadi. Eng maksimal ikkinchi maksimal son 62 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, buni yechim qilish uchun yana bitta shart yozishimiz kerak. Else if orqali, ya'ni kelayotgan i raqamim teng emasmi deyman. Masalan, bunga teng emasmi? Maksimal son 1 ga. Maksimal son 1 ga. Xo'p, va deyman, and va nima qilishim kerak? O'sha maksimal sonim, yo'q, kelayotgan son kattami deyman, maksimal son 2 dan. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, maksimal sonim 2 ga i ni yuklayman. Bunda endi nima bo'ldi? Ishlatib ko'raylik. Ikkitasi ham